Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Bugun Salom Fayzda o'zaro do'stona musobaqa ketyapti shogirdlar orasida. Bularni xudo xolisi kommentariyada sizlar chempion qilasizlar. 1, 2, 3, 4 raqamni qo'ydik. O'shalarni o'zlarining o'z fikrlarini qoldirasizlar. Qaysinisi ishi sizlarga yoqdi? Bular hozir 4 xil prochosya qiladi. 4 tasini ham o'zlaringga ma'quli, yoqqanini sizlar belgilaysizlar. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Islomjon, ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Muzaffarjon, uchinchi raqamli ishtirokchimiz Abdurahmonjon, to'rtinchi raqamli ishtirokchimiz Behruzbek. Bularni kuzatishda davom eting. Bularga 1 soat vaqt beramiz. 1 soatda soch olib, chotki prochoskani chiqarishinglar. Mana modellarimiz turibdilar. 4 talari ham o'ziga yarashgan so'nggi prochoskani qilib berishdi. Xudo xolisi bizni kuzatishda davom eting. Hali bunaqa yangiliklarimiz rosa ko'p. Kuzatuvchilar, musobaqamiz boshlandi. 1 soat bularga vaqt berdik. 1, 2, 3 ketdi bolalar. Perfettamente? Vero só que não é contrário. Ok. Mana 8:28 bo'pti vaqtimiz. Yana qancha vaqtimiz qolgan bo'ladi? Mana 3 soat. 16 minut vaqtimiz qoldi. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Hozir ukalarimiz ishlari pashtinni oxiriga yetib qoldi. Xudo xolsa rosa bir-biridan chiroyli, akkuratniy prochoskani chiqaryapti bolalar. Bularga padeshkada bo'lib, layklarni bosib, qarshilatib kommentariyada qaysinisi prochoskasi zo'r chiqqanini обязательно belgilab ketinglar. Sizlarning kommentariyadagi fikrlaringiz biz uchun rosa muhim. Hozir mana birinchi raqamli ukamiz, ishtirokchimiz ikkinchi raqamli, uchinchi raqamli, to'rtinchi raqamli bo'lyaptilar. Birinchi raqamli ishtirokchimiz Islomjon, ikkinchi raqamlisi Muzaffar, uchinchisi Abdurahmon, to'rtinchisi Behruzbek. Xudo xolisa gazni bosamiz. Addi shu padeshkada bo'linglar. Salomat bo'linglar. 14 minut vaqtimiz qoldi. Muzaffarjon, sizniki bo'ldimi? 14 minutda. Gap yo'q. 14 minut vaqtimiz qoldi. Behruzbek ham qarib tugatib qo'yibsan. Malades. O'ta dahshat. O'ta zo'r chiqyapti. Barakalloh. Abdurahmonjon отдельно san'at asariga ishlayaptilar. San'at. Gap yo'q. Barakalloh. Abdurahmon sifatga ishladi. 5 minut ancha vaqt bor hali. Shoshilmagin. Asosan vaqtga qaramanglar, asosan sifatga qaranglar. O'shanda keyin vaqti o'zi kelib chiqadi. Sifatga qarasalaring bor-ku, sifatini zo'r qilib chiqarishim kerak desalaring, o'zi vaqti o'zi kelib chiqaveradi. U sen sifatga qaraganda birinchi o'rindan doim. O'shanda ishing o'zi yaxshi bo'lib ketaveradi, xudo xolisa. Aziz obunachilar, 1 minut vaqtimiz qoldi. Mana hozir bolalar ish to'xtatdi. Muzaffar, o'zing joyingga borgin, ba'dan baqa yuravermagin. Bitta joyda turgin. Aqdan baqa yuravermagin. Vaqtimiz tugadimi? Soatga qaranglar. Qani telefonni berichi? Soat kerak menga, mana. Nechtada boshlangandi o'zi? 43da. Aziz obunachilar, mana vaqtimiz tugadi. Bolalarning ishini ko'ramiz mana. Har bittalarini bitta ko'rib chiqamiz. Qaysinisiga zo'r chiqqani. Qani mana telefonni olib qo'y. Xo'p, qani mana Islomjonning ishini bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p. Sifatga kelganda chidasa bo'ladi, yaxshi. O'ta akkuratniy. Malades. Yondan qaraganda ham bitta ko'raylikchi yondan. Barakalloh. O'ta sifati baland, zo'r. O'ziga yarashgan prochoska bo'libdi-da, ukamizga o'zidan kelib chiqib prochoska qilsin, ha? Barakalloh. Sizga o'ziga yoqdimi ukam? Zo'r. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Cho'tkimi? Bo'ldi. Mana. Barakalloh. Buni endi obunachilari aytadi-da. Ha, bizning obunachilarimiz o'zi qaysinisiga zo'r yutganlar, zo'r chiqqanini o'zlari aytadilar, ha? Bo'ldi. Birinchi ukamizning sochlari mana bizga yoqdi. Har qalay o'ta cho'tki. Misol, yo'nlarni mana baklarini ham ulashgan va cho'tki ulabdi. Kantovkalari vobshe yo'rg'orsin chiqibdi. Ustlarini ham o'ta stilni qilib tarabdi. Barakalloh.
Mana. Bu endi ikkinchi Muzaffar aka. Muzaffar chista kuyov bolani qo'yib qo'yiblar shu yoqqa. Kuyov bola bo'pti-da. To'y qachonga endi? To'y qachonga? Hali bormi? Bo'ldi. Xo'p, kuyov pochoska bo'pti bu. Вообще klassikani, вообще cho'tki chiqdi bu ham. Fetni hozir hamma chiqaryapti-ku. Hamma fet chiqarayotganiga bu kishi klassika qilib chiqaribdilar mana. O'ta zo'r chiqibdi. Ayniqsa mana ob'yomlari ham rosa chiroyli ishlabsan, marakallah. O'llari ham o'ziga yarashgan, formalari zo'r chiqibdi. Orqa ob'yomlarini ham qaranglar, вообще cho'tki chiqaribsan, marakallah. Baba stajin balandasan, ukam? Ishing zo'r, gap yo'q. Sizga yoqdimi soch? Cho'tkimi? Ko'ngildagidek bo'ldimi? Yoqmagan joyi bo'lsa ayting ham lekin. Chista bo'lish kerak. Yo'qda? Gap yo'q, barakallah, bo'ldi. Xudo xolsa, bizga ham yoqdi, yaxshi, zo'r. Endi Behruzbek akani ko'ramiz. Xo'p, Behruzbek aka, nechinchi ishtirokchimiz edi Behruzbek? 3-chi edimi? 1-chi, 2-chi, 3-chi. Sizniki 3-chi edimi? 4-chi edi. Mana 3-chi Abdurahmonjon edi, ha? Xo'p. Behruzbekka endi gapsiz bo'lishi mumkin emas senga. Hozirgi rasa yozga, hozirgi rasa mos prochoska qilib beribsan. Bu yaxshiligi любой forma bilan tushaveradigan forma. Ayniqsa oldlari ham bor-ku, mana shu cho'tkib chiqdi. Xohlasa bundan klassika qilib tarab olsa ham bo'laveradi sochchi. Oldiga tursa ham rasa chiroyli turadi. Barakallah, zo'r. Sizga yoqdimi sochingiz? Yo'q. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Gap yo'q. Mana. O'zi pastdan sochingizni shunaqa qilib berardingizmi yo sal o'zgartirish bo'lardimi? O'zgarish bo'ldimi? Yaxshimi? Gap yo'q. Bu kishi Behruzbek ishlari mana. Xo'p, endi Abdurahmonjonni san'at asariga baho beramiz. Abdurahmonjon ham вообще ko'ngildagidek chiqaribdilar. Zo'r. Yo'llari ham yaxshi. Barakallah. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga yoqdimi soch? Ha, yoqdi. Ko'ngildagidek bo'ldimi, yo'qmi? Zo'r. Ha, yo'qda. Xo'p, bo'ldi. Pastiyani sochingizni shunaqa qilib berardingizmi yo sal o'zgacharoq bo'ladimi? Shunaqaroq akam olib qo'yadi. Akangiz olib qo'yadilar, ha? G'olibjon ukasi. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana modellarimiz tayyor bo'ldilar. 4 talari ham. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldiringlar. Sizlarning fikrlaring biz uchun muhim, modellarimiz uchun muhim. Bu videoni iloji bo'lsa do'stlaringizni tarqatib olinglar. Hozir bitta bolalar chiqadi mana. Birinchi modelimiz chiqing. Ikkinchi modelimiz chiqing. Uchinchi modelimiz. 4-chi modelimiz. Bugungi video roligimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Shunaqa video roliklar yana chiqishi uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Salom Fayz, Nurali. salomat bo'linglar. Hurmatli hamshaharlar, sizlarga Salom Fayz lokatsiyasini yaqindan tanishtirib boramiz. Chustdagi Dehqon bozoridan 200 metr pastda birinchi peshahod bor. Namangan Petaydan 200 metr tepada birinchi peshahodda. Bu videoni yaqinlaringizga ulashib, bizga podpisatsiya bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga hali ancha yangiliklarimiz bor, zo'r yangiliklarimiz bor.